Yosh kattalarni gadjetlar bilan muammosi haqida gaplashamizmi? Qachon gaplashamiz? Qachon bu temani birortasi ko'tarib chiqadi? Mayli, hamma udarni o'zimga olaman. Qizlar qani ketdi. Bitta muammo bor. Lekin bu temani ko'tarishimdan oldin faqat sizlardan bitta iltimosim bor. Har bitta gapirayotgan gapimni oldin yaxshilab eshitinglar, kommentariyada chiqishdan oldin. Yosh katta pokoleniyani, yosh katta odamlarni gadjetlar bilan, Wi-Fi, internet va shu narsalar bilan katta muammosi bor. Va bu muammo meni fikrim bo'yicha juda ham katta muammo. Nimaga? O'sha yosh kattalar o'zini ustidan ishlagisi kelmaydi. Odam hamma narsaga qodir. Hamma narsani o'rgana oladi. Faqat Alzheimer bo'lmasa-ela, kasalliklar bor. To'g'ri, Alzheimer degan kasallik bor. Odamni esdan chiqib ketadi. Pamitka kuribki deyshadi-ku, bir pasda bunda 2-3 kundan keyin o'sha esda qolmaydi. U kasallikka uchramagan bo'lsa, u odam esi joyida bo'lsa yoki shizofrenik bo'lmasa, ruhiy kasal bo'lmasa, eplolmaydigan odam eplolmaydigan narsani o'zi yo'q bu dunyoda. Biz hamma narsani eplolaymiz. O'shaning uchun ham bizga bu narsalar berilgan. Eplolganimiz sababli. Mana hayotingizda hozir men bu gadjetlarni ham aytmayapman, qancha qiyinchilik bo'lganda o'ylagandirsizlar, har bitta odamda bo'ladi. Voy, men bunaqa narsa meni hayotimda bo'lganda men bilmasdim, ko'tara olmasdim deydi. Lekin o'sha narsa bo'lgandan keyin ko'tara oladi. Ko'plar aytadi, voy, eng yomoni farzandi o'ligini ko'rish, men ko'tara olmasdim deydi. Qancha odamlarni bilamiz, haligacha yashab yuribdi mana farzandini yo'qotib. Farzandi o'lgandan keyin mana yashab yuribdi. To'g'ri, boshida siqiladi, depressiyaga kirib, kimdir jinni bo'lib qoladi, lekin baribir hayot davom etadi. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, bizga hech narsa bizni ko'tara olmaydigan darajada berilmaydi hech qaysi sinov. Tushundinglarmi? Berildimi, значит biz buni ko'tara olamiz. Demak, bizda bunga qobiliyat bor. O'shaning uchun ham xuddi shu gadjetda, voy, men buni hech qachon o'rgana olmayman deydigan odamlar juda ham katta xato qilishadi. Bu o'zini ustidan o'zi ishlagisi kelmagan nima deydi, lazy people, dangasa odamlar. Yosh kattalarni dangasa dedi mashhura, hozir gap chiqib ketadi. Dedim. Shunaqa. Men xolamayman 40 yoshimda o'tirib menga ko'rsatib, sizlar nima bilan, zamon bilan billa qadam qo'yishinglar kerak. Mana shunaqangi o'tirib, anunda bitta video ko'rib qoldim. Meni oyim o'zlari nimada aeroportda Wi-Fi ga ulana olmaydi, bitta odamni yonlashim kerak, чтобы anaqangi Amerikadan qatqadir oyimni olib borib qo'yishi uchun. Ya'ni farzandlariga minus bo'lyapti. Kimgadir bilet olib berish kerak, bitta oyisi Wi-Fi ga ulolmagani sababli. Tushunyapsizlarmi? Sizlar farzandinglarni mana shunaqangi neudobstvoga tiqib qo'yasizlar. Muammolarni farzandinglarni bo'yniga solib qo'yasizlar. Mana shunaqangi ish yoqmas bo'lganinglar uchun yoki o'rganishni xohlamaganinglar uchun. Mana sizlarga hozir meni kelib kommentariyamda chichadigan odamlarga bitta namuna beraman. Bu namuna bilan hammanglarni chakaginglar o'chadi. Ot hozir aytaman. Muhammad sallallohu alayhi va sallam 40 yoshlarida o'qishni o'rganishni boshlaganlar. Bu gapga nima deysizlar? Bu gapga nima deya olasizlar? Mana musulmonlar uchun eng katta namuna payg'ambar. Payg'ambar sizlarga namuna bo'lib turibdi. 40 yoshda ham kecha emas, mana 40 yoshimda endi o'qishni o'rgan. Endi sizlar o'qishni bilasizlar, ko'p narsani bilasizlar, Instagramda o'tirishni bilasizlar. Nahotki bitta Wi-Fi ga ulanish, o'rganish shuncha qiyin 21-asrda. Agar o'tirib telefonni, hozir tim bo'lib telefonlarni o'zbek tili qilsang bo'ladi, rus tili qilsang bo'ladi, xohlagan tilingga nima qilsang bo'ladi. Oldingiga o'xshab unaqa ingliz tilida o'qidim-yapti hech kim bularga. O'zbek tili qilgan rus tilini tushunmasang, rus tili qilgan o'zbek tilini tushunmasang, o'tirib bitta bosib har kuni 10 minut uni ko'rib ko'rsang, odam o'sha ancha-muncha bilimga ega bo'ladi. Lekin o'sha narsani qilgisi kelmaydi. Men buni tushunmayman. Men buni tushunmayman. Menga kech. Men unaqa, men уже qaridim. 40 yoshdan уже o'zini go'rga tayyorlashni boshlaydi. Nima kerak? Hayot endi boshlandi. Farzandinglarni joyli qilib qo'ydinglar, uyli joyli qildinglar. Mana endi hayot o'zingizga yashashga qoldi. Sayohat qilinglar, aylaninglar, o'zingizga ishlatinglar o'sha pullarni. Hayotinglar o'tib ketdi bundoq bo'lib. Narsalarni o'rganinglar. Bu qanaqa hayot? Har kuni yangi informatsiya olmasanglar bu dunyodan qanaqa hayot bu? Meni eng katta strahim, qo'rqadigan narsam ana o'shanaqangi insonga aylanib qolish. O'shaning uchun men o'zim ustimdan har kuni ishlayman. Yangi texnologiyalar chiqsa, ChatGPT chiqib ketdi mana. O'shani o'tirib ham o'rganasizlar. Oson, boshida to'g'ri, любой yangi chiqqan narsa boshida sizlarga qiyin ko'rinishi mumkin yoki tushunarsiz ko'rinishi mumkin. Lekin 1-2 minut bunda o'tirib 10 minut vaqtinglarni ajratib o'shani ko'rlasanglar, tushunib olasizlar. Unga faqat xohish kerak. Hamma narsaga yo'q, men tayyor emasman deb mana bundoq qilib kelaversanglar, отказ qilaversanglar hamma narsadan. Keyin o'sha xotinlardan bittasiga aylanib qolasizlar, aeroportda Wi-Fi topa olmaydigan.
kurslar bor, mana pensiyaga chiqishadi, nima qilishni bilmay, bolalarning hayotiga aralashib, urushni boshlab ko'lib o'tirgandan ko'ra, borib ana kurslarga qatnashinglar, til o'rganinglar. Agar o'sha qancha ko'p bir narsani yodlasanglar, o'sha Alzheimer bo'lmaysizlar hech qachon. Alzheimer bo'lmaslikni o'sha esdan chiqib qolib, esi pastlik bo'lib qoladi odam qariganida. Ana o'sha kasallikka uchramasligi uchun odam har kuni nimadir yodlash kerak. Har kuni kitob o'qish kerak, yodlash kerak. Bu narsalarni qilmasanglar, sizlar miyanglarni nima deydi, chiniqtirmaysizlar. Ana o'shaning uchun ham keyin miyanglar unaqa bo'ladi-da, keyin shizikka aylanib qolasizlar. Ruhiy kasal bo'lib qolasizlar. Qariganinglarda esini tanimay, qilib qoladi-yu odam. Ana o'shanaqa bo'lib qolasizlar. O'shanaqa narsa bo'lmasligi uchun har doim odam o'zini ustidan ishlab kelish kerak. Hech qachon kech emas. Mana bitta dugonam, dugonam emas, tanishim. Oysi keldi bu yo'ga. Почти 65 kami, 66 ga kirgan ayol, pensionerka. Kelib muhabbatini topib erga tegdilar. Romantichna parочка bo'lib qo'lishashib hozir yurishibdi anaqangi kurort ikkalovligiz. Hech qachon kech emas, har doim odam o'zini yopib qo'yadi. Hamma narsa sizlarga bog'liq. O'sha yengilliklarni, chiroyli hayotinglarga bundoq qo'yasizlarmi, olasizlarmi o'sha narsani yoki bundoq bo'lib olib o'lishga tayyorgarlik ko'rib o'tirasizlarmi? Men даже mana oyim bilan ham bir xil jahlim chiqadi. Oy, siz unaqa qaramassiz, o'rganing deyman-da. Qizim, men bunga tushunmadim, anu prilojeniyega tushunmadim. O'tiring, o'rganing. Siz pensionersiz, ishingiz yo'q, nima qilasiz yana? Nima qilasan? Kerak emas o'zbek seriallarini, jinni bashara bir mantiqsiz seriallarni ko'rib o'tirgandan ko'ra, o'sha narsani o'rganing. Dovur bilan bitta qadamda yuring deyman-da. Yokida bu 50 yoshda ozolmayman endi, все, meni yoshim o'tdi deydi-da, o'zini ustida ishlamay, semirib, biqirib, qorin qo'yib, keyin o'tiradi, qatdan dori ichib, волшебная пилюля deydi-ku, волшебный tabletkacha, mo'jiza tabletkachani ichaman deb, ozaman deb o'ylab, o'zini har xil kasalliklarga olib boradi yoki abdominoplastika qornimni kesaman deb, o'sha qorinni qo'ymagin kesishdan oldin. Qo'yma o'sha qorinni. Yo 50 ga kirgan bo'lsang ham, 60 ga kirgan bo'lsanglar ham ozishni hech qachon kech bo'lmaydi. Zalga chiqish kerak. Zalga chiq desanglar nima deydi? Meni yoshim to'g'ri kelmaydi, men уже qilolmayman bu narsani. Yo'q, senga borib o'tda 40 kilo doshni ko'tar demayapti hech kim. Birinchi marta zalga kelgan odam har doim bitta trener olsanglar, sizlarga osondan boshlaydi. Yoshinglarga to'g'ri keladigan, vesinglarga, sog'lig'inglarga to'g'ri keladigan programma tanlaydi trenerlar. O'sha programma bilan sekin qilasizlar. Mana hozir men trenajyorniy zalga hozir mana ketyapman, kiyimimdan ko'rib turibsizlar. U yoqda bilasizlarmi, 80 yoshli ayollar keladi. Zo'rg'a qaltirab turibdi, lekin mushtlari bor. Mana bunda qo'li osilayotgan yo'q, mana bunaqa bo'lib. Mushtlari turibdi, qurib qolgan-u, lekin turibdi, qorin unaqa emas. Mana bunaqalar emas. 4 ta bola tuqqanlar ham mana chiroyli bo'lib yuribdi, o'zini tashab qo'ymasdan. Kechmanga уже men 4-boladan keyin hech qachon ozolmayman, bir bolaman, u bola. Mana sizlarga sanoni bitta anaqa sanopan anaqasiga Instagramiga kiringlar, ular o'zlari semizgina ayol bo'lganlar, tug'masdan ham oldin. Ko'plar ishonmaydi, aytsan, operatsiya qilgansan, bunaqangi nima deydi, badan deydi, to'lka operatsiyadan keyin qilsa bo'ladi. Vot men bilaman-ku, men u ayol bilan meni yaqin inson. Men bilaman qanchalik u mehnat qilgan, o'sha badanini shunaqangi narsaga keltirishga. Mana hozir 40 kelganmi, 43 ga kirgan. Kim uni 43 ga kirgan deydi? Kim o'zini hozir o'sha sanoyam nima endi 40 ga kirganman, menga hamma narsa все, men o'lishga tayyorgarlik ko'ryapman deb o'tirish kerakmi? Yo'q, balodek hamma narsani tushunadi, TikToklar qiladi, bir balolar qiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapim bu odamning o'ziga bog'liq. Odamning o'ziga bog'liq. Hech qachon kech emas. Qariman, ozolmayman, yo'q, ozolaysan. Farqi yo'q yoshingni, ozolaysan. Prosta yoshlarga nisbatan sal sekinroq ozasan, lekin ozasan. To'g'ri programma tanlab zalga chiqsang. Internetda o'rgana olmayman, o'rganasan, o'rgana olasan, qila olasan. Rus tili qilib qo'y telefoningni, o'zbek tili qilib qo'y, rus tilida jaq qiynalayotgan bo'lsang. Biz shunaqangi zamonda yashaymizki, gadjetlar hamma narsani osonlashtirib qo'ygan zamonda yashaymiz. Hamma narsani oson. YouTube'ga kirib, o'sha YouTube'da даже ishlat olmaydiganlar bor. Google nimaligini tushunmaydiganlar bor. Bu uyat 21-asrda yashab, uyat bu narsani bilmaslik meni fikrim bo'yicha. Mana oyimga akam YouTube o'rgatib qo'yganlar. Всё, oyimning dunyosi 180 gradusga o'zgardi. Oyim boshqacha yangi narsalarni ko'ryaptilar. Voy, akazati mana bunaqa bor ekan, unaqa bor ekan, yangi bilimlar olyapti. Bitta YouTube'ni o'zlariga ochganlari sababli. O'shaning uchun miyalarni tor qilib o'lishga tayyor bo'lmaylik. Uspet qilasizlar o'lishga. O'sha qachon sizlarning vaqtinglar kelsa, uspet qilasizlar, ungacha naborot yashab olinglar, mazza qilinglar. Dunyo bilan bitta qadam qo'yinglar, yengillik narsalarni olinglar, yengilliklarni o'rganish bu mazza emasmi naborot?
Mazza emasmi? Yangi informatsiya. Qani nimani men ko'rmadim? Nimani yeb ko'rmadim? Qayerga borib ko'rmadim? Yana nima yangilik chiqdi? Men bilmayman. Men olishim kerak bu narsani, o'rganishim kerak, bilishim kerak deb. Men shunaqa odamman. Men ochman yangiliklarga. Nimaga odamlar o'sha yangiliklarni naborot bundoq qilib yashaydi? Men tushunmayman. Dunyoda bilasizlarmi, nechta odamni namuna qilib qo'ysa bo'ladi, hayotini kech boshlaganlar, yokida 40 ga kirib, 50 ga kirib Nobelevskaya premiya olganlar, yokida o'shalar ham men hech qachon Nobelevskaya premiya ola olmayman deb o'tib ketsa bo'lardi. Yo'q, oxirigacha borgan, o'rgangan. Va shunga o'xshagan narsalar mana TikTokerlarni qaranglar, hozir mana yosh kattalar, mukbangerlar hozir 50 dan keyin pul ishlashni boshlashdi TikTokda. Mukbang orqasidan ovqat yeyotgani, kameraga ovqat yeyotgani sababli. Chunki ular trend bilan birga yo'l qo'yyapti oyog'ini. Tushunyapsizlarmi? Hozir trendda mukbang. Kameraga ovqat yeb monetizatsiya yoqib qo'ysam, pul keltirib turar ekan menga shu narsa deb. Mana mukbanger, rossiyskiy, Qozog'iston mukbangerlarini qaranglar, hozir aksariyatlari, bo'pti, aksariyat emas, 30% 50 dan keyingi ayollar, 45-50 dan keyingi ayollar. Pensionerkalar ham bor. O'sha TikTok orqali mana TikTok chiqib ketdi. TikToking nima demaydi-da, qani nima ekan, bir kirib ko'raychi, nima qanaqa nima berar ekan shu TikTok, hamma o'sha yerda o'tiribdi deb kirib ko'rib, o'zi uchun o'sha nimadir ochdiki, bu yerda pul ishlasa bo'lar ekan deb o'tirib, mana pensiyasiga yana plus $300-400 ishlab o'tiribdi monetizatsiyasidan. 300-400 bu kamida emasligiga aytayapman. Monetizatsiya nimaligini bilasizlar. O'sha dashi Qozog'istonda yashaydiganlar ham bir balo qilib monetizatsiyani yo'q qo'ygan, boshqa davlatlardan bir balo qilib. Uni ham o'shani yo'lini topgan 50 yosh bo'lsa ham. TikTok faqat maloletkalar uchun deb o'tirgani yo'q. Ya'ni qabul qilish kerak yangi narsalarni. Sizlar nima men hamma narsaga yopuman. Meni fikrim faqat eng to'g'risi, o'sha eski SSR narsalari eng zo'ri deb o'tirgandan ko'ra yangilikka ochiq bo'linglar, o'rganinglar. Hozir bu hamma gapirgan gapimdan keyin heyterlar keladi-da, sen yosh bo'lib olib turib, qarilarga nima haqqing bor deb gapirishga deb aytishi mumkin. Bu O'zbekistonda juda ham mashhur muammo ageism. Ageism nima degani? Ageism bu meni yoshim katta bo'lsa, demak men har doim haqman degani. Men sizlarga 15 minut to'g'ri informatsiya berishim mumkin. Lekin bitta Mamatqul keladi, 60 ga kirgan Mamatqul, uni yoshi mendan kattaroq bo'lgani uchun u praf bo'ladi. Men bu yerda qancha o'qigan bo'lsam ham, psixologiyadan bilimlarim bo'lsa ham, bir narsaga erishgan odam bo'lsam ham, bir nechta tilda gaplasha oladigan. Men ni praf bo'laman, chunki men yoshman. O'zbekistonda bu juda ham mashhur muammo ageism. Men bunaqa odamman-da, men hech kim bilan urushib o'tirmayman. Qarilar yosh kattalar bilan simbolik hech qachon anaqa betchoplarnaqa qilmayman. Biror narsa desa, bo'pti, o'zingning hayotingda shunaqa qilaver dema ichimda-da, lekin hech qachon o'zimga qabul qilmayman. Unaqa odam emasman, urush qilib yuradigan. Prosta shunchaki sizlar bilan bu meni platformam, YouTube'da men temalarni ko'taraman. Bu yana bitta tema. Nima demoqchiman? Tasavvur qilinglar, bitta odam 30 yoshli, farqi yo'q jinsini, ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, buni farqi yo'q. Qancha O'zbekistonda farqi yo'q. Agar yosh bo'lib turib yana ayol bo'lsang, undan battar kamsitadi. Sen ayolsan, yana yosh ayolsan, sen nimani ham bilasan deyshadi. Bo'pti, mayli. Tasavvur qilinglar, bitta inson bir nechta tillarni biladi. Dunyo ko'rgan inson. Misol uchun, davayte вот uzum ilovasi bor-ku O'zbekistonda. Men bilmayman kim uni direktor. Men sizlarga shunchaki namuna qilib aytaman. Uzum ilovasini O'zbekistonga olib kirgan odam yoki birorta zavod qurib qo'ydi O'zbekistonda. Qanaqadir katta biznes qildi yoki bir narsa qildi-da, ya'ni bir narsaga erishdi. Lekin u 30 yosh. Kim bitta Mamatqul bo'ladi, taksist, hayotida hech narsa ko'rmagan, Tursiyaga ham chiqib kelmagan. Tillarni bilmaydi, tilla tursin, rus tilida zo'rg'a gapiradi, o'zbek tilida ikkita so'zni bir-biriga zo'rg'a qo'shadi. Hech narsaga erishmagan, 80 ta faqat bola qildirib qo'ygan, lekin o'shalarni ham to'kin boqolmaydi, haligacha taksist bo'lib ishlab yuribdi. Hozir taksistlar yomon qabul qilmanglar gapimni. Men sizlarga shunchaki namuna qilib aytaman. Hozir nima desam, hozir odamlar xafa bo'ladigan bo'lganda, taksistlar sizga nima yomonlik qildi deb. Aytmoqchi bo'lgan gapim, bunaqa katta narsaga erishmaganda, lekin u har doim o'zini haq deb biladi. Mana 30 yoshli qanaqadir bir ilova o'ylab topgan, tillarni bilgan, dunyo ko'rgan odamga nisbatan. Chunki uni yoshi katta. Meni yoshim katta, demak men haqman. Sen malaka so'z hali o'tirib tur, meni eshit, meni tajribamni eshit. Senda qanaqa tajriba? Aka, shu narsa meni adam har doim aytgan, shu gapni sizlarga ko'p aytganman. Biror narsani o'rganmoqchi bo'lsang, eng zo'ridan o'rgandirdilar-da adam. Misol uchun men birorta maslahat xohlasam, yoshi katta odamdan maslahat olmayman. Yo'q. Menga yoshini farqi yo'q. Agar mendan kichkina birorta qiz yoki bola hayotni boplab qo'yib bitta narsaga erishgan bo'lsa, men o'shani yoniga borib o'shandan maslahat olaman. Ya'ni men uchun yoshini, dinini, irqini, tashqi ko'rinishini farqi yo'q. Men uchun odam qanaqa odam va hayotda nimaga erishgani muhim.
Agar stoyishi odam kelib speech berib, birorta motivatsionniy birorta rech, birorta narsalar gapirib tursa, men uchun u odam namuna bo'lsa, ana o'shanda o'sha odamni eshitaman. Lekin o'zini hayoti bir bola bo'lib yotibdi, na farzandlariga yaxshi tarbiya bera olgan, na bir narsaga erishgan, na kimnidir uyli joyli qilgan yoki da bir o'zini nomida даже mashinasi ham o'zini nomida emasdi, lekin o'tirib menga mana bitta maslahat bersa, men unaqa odamdan hech qachon maslahat qabul qilmayman. Prosta mendan yoshi katta bo'lgani uchun. Yoshing katta bo'lsa, men avtobusda senga joy beraman, hurmatingni qilaman, salom beraman har doim. Birorta narsa gapirsang, "Ha, hop" deb qo'yaman-da, lekin bu degani men o'sha narsani o'zimga qabul qilaman degani emas. Yo'q, men hech qachon eshitmayman. Ko'p mana men biznes ochayotganimda shunaqangi narsaga uchraganman. Bu biznesdan tashqari hayotda bo'ladigan situatsiyalarda ham yosh kattalar shu narsani xatoni qilishadi. Ya'ni qanaqa xato? Mana biznesning namunasida u yog'ini tushunib olaylik. Bu biznesni qilma, men 10 yil oldin qilganman, o'xshamagan. O'xshamaydi, qilma deydi. Hozir juda ham qo'pol qilib aytaman. Uzr aka, siz tupoy bo'lsangiz, bu degani men ham tupoyman. Bu biznesni eplab keta olmayman degani emas. Tushundinglarmi? Ya'ni har bitta odam o'zini kelib chiqqan tajribasidan kelib chiqqan holatda sizlar bilan gaplashadi. Bu degani sen eplolmagan bo'lsang, yana 10 yil oldin, texnologiyalar boshqa paytida. Sen eplolmagan bo'lsang, menga nima aloqasi bor? Nega sen o'zingni kuchingni meni kuchim bilan teng ko'ryapsan? Balki men sendan kuchliroqdirman. To'g'rimi? To'g'rimi yoki yo'qmi? Balki men sendan aqlliroqdirman. Balki men sen qilgan xatolarni qilmasdirman. Balki men boshqacha yo'l bilan biznesimni olib ketib ko'kartirarman. Mana hozir menga biznes qila olmaysan degan odamlar uyalib o'tiribdi. Kuniga 200 talab narsa sotadi meni biznesim. O'zingizlar bilasizlar, mashhur kosmetik maqtab o'tirishim shart emas. Bizning ishimizda Instagramimizga особенно ayniqsa zakaz kelgan kuni ko'rsanglar, вообще shuvullab ketadi. Har bitta meni biznes O'zbekistondan biznes ochaman deganimda g'oyam borligida meni yo'ldan urmoqchi bo'lgan odamlar hozir uyalib o'tiribdi. Yoki da bloger bo'laman deganimda ustimdan kulgan odamlar hozir uyalib o'tiribdi. Mana Instagramga kirib borish qiyin, 10 mingta podpishkam yig'a olmaysan, mana men yig'a olmadim. Sen yig'a olmasang, men ham yig'a olmayman degani emas-ku. Keyin e'tibor berdinglarmi, birorta bir narsaga erishgan katta odamlar qila olmaysan demaydi. Faqat hech narsaga erishmagan odamlar birovni demotivatsiya beradi. Ya'ni qila olmaysan, o'xshamaydi, bo'lmaydi qiladi. Mana agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Microsoft anaqalari, Amazon direktorlari, mashhur odamlar yoki bir narsalarga katta narsalarga erishgan odamlarning intervyularini eshitsanglar, do'stlar o'tirmanglar, qilinglar. Nima sen mendan nima kaming bor deydi. Birorta o'sha buyuk insonlardan qila olmaysizlar, o'xshamaydi deb gap eshitmaysizlar. Bunaqa gaplarni gapiradigan odamlar o'zlari hayotda hech narsani qotirib qo'ymagani sababli hammada shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi va shunaqangi maslahatlarni tarqatib yuradi. Endi o'ylaylar, ana o'shunaqangi odam prosta yoshi katta bo'lgani uchun menga namuna bo'la oladimi? Yo'q. Sizlar xohlaganingizcha qabul qilishinglar mumkin ageizmni O'zbekistonda. Xohlasanglar bo'pti deb yurib qabul qilinglar, maslahatini olinglar, lekin bu degani men ham shunaqa qabul qilaman degani emas. Men bu YouTube meni olamim. Sizlar hozir meni kanalimdasizlar, demak meni haq-huquqim bor xohlagan narsamni gapirishga. Menga bir kunda bilasizlarmi, administratorlarimga ham, даже o'zimizning mijozlarimiz ichida ham shunaqangi ayollar bor, yozishadi. Voy, ishoning, mashhuraga aytib qo'yinglar deydi. Mendan kichkina, bir 15 yosh kichkina-yu, lekin menga juda ham ko'p yangi narsani o'rgatdilar deydi. Ular tan oladi, chunki faqat kuchli odam o'zidan kichkinani qanaqadir bir yaxshi plus tomonini tan ola oladi. Agar hech narsaga erishmagan bir ish yoqmas odam bo'lsa, har doim sen kimsan, sen yoshsan, tan olgisi kelmaydi. Faqat kuchli odamlar, bilimlarga, yengilliklarga ochiq odamlar tan oladi. Men ham shunaqaman. Mendan kichkinami, 10 yosh bo'lsa ham bir narsani qotirib qo'ygan bo'lsa, "Vau, menga yangi narsa o'rgatdi o'sha 10 yoshli bola" deb ayta olaman. Aytishdan uyalmayman ham. Bu narsa faqat kuchlilarga, kuchlilarning xislati esingizdan chiqazmanglar. Bu unijatsiya qilish yoki-da slabost nima edi, kuchsizlik ko'rsatish emas. Yo'q. Bu naborot sizlar yengilliklarni qabul qilyapsizlar. Bir xil narsalar bilan men to'g'ri roziman, ya'ni kattalar gapirganda sen ko'tingni qisib tur, kichkinasan, yosh bolalarga o'rgatishadi. Bu narsa bilan men haqiqatan saglasman va bo'ladi bu. Bundan ortig'i men o'zimning farzandlarimni ham xuddi shunaqa tarbiya qilaman, chunki men yomon ko'raman. Misol uchun kattalar gaplashib turganda birorta bir muhim temani bolalar kelib tiqilsa o'rtaga, tam bir tinga olmasa kattalarni, bu narsani hozir men hisobga olmayman. Hozir men gapirayotgan gapni to'g'ri qabul qilasizlar deb o'ylayman. Hozir men etika, estetika tomonini gapirmayman. Ya'ni avtobusda bo'lsang, o'tirib men bunaqangi epla qari bo'lsang deb o'tirgin demayman. Yo'q, hurmat qilish kerak kattalarni. Ovqat sussam birinchi yoshi kattaga beraman men har doim. Bir narsa bo'lsa har doim hurmatini qilaman. Men
kattalarni hurmat qilmanglar demayapman. Gapimni juda ham to'g'ri qabul qilinglar. Chunki bu temani ko'tarish O'zbekistonda opasno. Nifiga себе kattalar haqida 30 yosharli mashhuracha nimadir gapirib chiqibdi deb odamlar tushunmasligi ham mumkin. Lekin o'tirib bunda o'ylasanglar, tushunasizlar nima deyotganimni.